Ketadi o'zi, bilanib ketadi. Tayyormisiz yigitlar? 90 yilligimda kelganlarda yaxshi bo'lib qolaman. Hali ungacha Manimcha bunday qilib qo'ysangiz qimirlab, hammasi qimirlab turadi. Ana. Bor, zo'r bitta zvuk tekshirib oladi. Aha. Yaxshimi? Zo'r. Bo'ldi. Tayyormiz? 3, 2, 1 zaps bor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aziz yurtdoshlar. Bizlarni sevib kuzatadigan tomoshabinlarimiz, sizlar bilan bugun bizning bir kutilmagan, ajoyib va hammamiz birdek sevgan ijodkorimiz, xalqimiz sevgan aktrisa, betakror ayol, latofatli go'zal ayol, O'zbekiston xalq artisti Rixsi Ibrohimova ustoz bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum mehribonim, yaxshimisiz, salomatmisiz? Avvalambor suhbatga rozi bo'lganingiz uchun minnatdormiz. Yaxshi keldingizmi? Mana shu uyingizga bizni mehmon qilib chaqirganingiz uchun va mana shu suhbatga rozilik berib, kamtarona bo'lsa-da bizni taklifimizni qabul qilganingiz uchun minnatdormiz. Onajonim, Zarnigor, ota ziyat chiroyli. Har doim telefon qilasiz. Onam, boramizmi, ruxsat qilasizmi? Suhbat qilamizmi deymiz. Xo'p, ko'ramiz deymiz. Meni gap ochiq, o'zim uyalib ketaman gap ochiqda. Sizga o'xshagan aziz jurnalistlarimiz ko'p. Har kun telefon qilishadi. Men bu kanalga 2 og'iz bir narsa deb bering, 2 og'iz. Bola, men qarib qoldim, salkam 90 yoshda. Yo'q, o'zim yaxshi his qilmayman. Goda xushnud, goda nima deydi, xush deydi-ku, endi bizni yoshimizda ancha qiyin bo'lgancha ko'pincha rad javobini beraman. Endi mayli kelibsizlar, xush kelibsizlar, avvalambor sog' salomat bo'linglar, qilayotgan ishlaringizga xayr barakat etsin. Nima niyatda bo'lsanglar, niyatingizga yetinglar. Sizlar xalqni nima deydi, rozi qilamiz. Xalqni ko'ngliga joy olamiz deb bir xil san'atkorlarni olib chiqishga harakat qilasizlar. Hammalari ham bir xil paytda aytganingizdek yoshi bir joyga borgan, lekin buni nozik qarashma yoki anaqa deb o'ylamanglar. Yo'q, aslo. Bizlardachi nima hissiyoti borda, biza ortdagan shuncha 80-70 yildan, 71 yildan beri sahnada bo'lsam, o'sha mavqimizni yo'qotib qo'ymaylik. Hozirgi ahvolda bizdan olib nima manfaat ko'rishar ekan, xalqqa deb ozgina Cho'chish bor. Odam ozgina nima qiladi. Lekin mehribonim, mana shu hozir yuqorida aytib o'tganingizdek, bizni xalqimiz sizni nafaqat o'ynagan rollaringiz bilan, sizni o'sha mana shu samimiyligingiz bilan, insonparvarligingiz, mehribonligingiz bilan yaxshi ko'rishadi va sizdan suhbat olishimizning sabab biz bilamiz juda ham ko'plab san'atkorlarimiz bor, erkak san'atkorlarimiz, ayol san'atkorlarimiz bor, xalqimiz sevgani bor va xalqimizga juda ham ma'qul kelmaganlari ham bor. Lekin bizni xalqimizga hamma ham yoqavermaydi. Siz xalqimizni sevimli bo'lgan bir aktrisalardan bo'lganingiz uchun aynan sizni tanladik. Shuning uchun vaqt ajratganingiz uchun minnatdormiz. Rixsobajon, mana shu san'atga kirib kelganingizdan beri yoshlik paytingizdan kirib kelgansiz, turli xil qiyinchiliklarga uchragansiz, hayot zarbalariga dosh bergansiz. Shu o'rinda biz sizni aktrisa sifatida taniymiz. Teatrda o'ynagan rollaringizda, televideniyada, kinolarda, filmlarda bilamiz, radiolarda ovozlaringizni eshitganmiz. Lekin o'zi aslida Rixsi Ibrohimova hayotda qanaqa ayol? Hayotda hozir siz aytgandek uzr 71 yildan beri sahnada bo'lsam, barana u yog'i maktab davrlari o'tib ketdi deylik. 18 yil u yoqqa tashlayman, 16 yil, 15 yil, 16 yil. To'lar-to'lmas teatrga kelganman birinchi kursdan. Bu yilda o'tgan narsalarim yoshligimda o'tgan hayotim butunlay boshqa hayot. Hozir chiqmayapti nazardan. Yo'q, chiqadi. Mana bu sahnada qilgan ijodiy faoliyatimni agar naqsam, har bir yili, har bir kuni, har bir daqiqasi o'ynagan spektakllarim, kinoda, teatrda, televideniyada, endi asosan men teatr aktrisasiman, men kino aktrisasiman deb ayta olmayman. Radio, televideniya rozi ketgan bizda.
endi o'ynagan narsalarimizni bir jahon hayoti. Mana bu yerda mani oldimda doim qarab qo'yaman shularga. Ustozlarimizni suratlari. Ustozlarimizni. Mayli ularga qaratib qo'ying, men juda ko'p ko'raman, har kuni shulardan olib. Shulardan kuch Mana olasiz. Bular bizni teatrimizni tamal toshini qo'ygan o'sha Hamza Hakimzoda bilan birga ish boshlagan. Ilgari Hamza teatri deyilardi, hozir Milliy akademik teatr. Shularni hammalarini ko'rib qolganman. Bular bilan ishlab qolganman. Bular bilan meni umrimning eng chiroyli onlari o'tgan. Hozir 71 yil sahnada deyapman. 30-40 yil mana shular bilan birgalikda ijodda bo'lgan. Bulardan olib qolgan meni nima deydi, orqamdagi yukim, bulardan olgan nasihatim, bulardan olgan meni ijodiy hamkorligim menga bir umrga yetib ortadi. Duomanki eng yaxshi kunlarim mana shular bilan o'tgan. Endi buning ichida og'ir kunlar, yo'qotishlar, birin-ketin ustozlarimiz tashlab ketishdi. Hozir aytamanki, bulardan birontasi qolgan yo'q. Bulardanki bular birinchi nimalari, qaldirg'ochlari. Endi bulardan kelgan ikkinchi navbatdagilarning ko'plari o'tib ketdi. 3-4 hali bizdan kelgan yosh ukaxonlar o'tib ketdi. Mana bu Kuvayt degan bir rassomasi bilan. O'shalarni o'ylab aytamanki, Xudoyim qaysidir xalqni bir bizga bo'lgan muhabbatimi yoki har doim yaxshi tilaklar bildirgani uchunmi? Xalqning duosi. Ozgina nima qilib turamiz? Nima deydi? Yashab turganimizga shukr qilamiz. Endi men hali o'ynagan rollaringiz deydi. Hozir asosan milliylikka ko'proq e'tibor beryapmiz. Bu o'tgan zaman o'zimizning klassiklarimiz bo'lsin, hozirgi zamonlarimiz bo'lsin, ayniqsa televideniyada to'lib ketdi anaqa. Lekin san'atkorning toblanishi, san'atkorning o'sishi, men bunda o'ylab qarasam, mana bilan birlikda qanaqa dunyo klassika asarlarda men ijro etganim bilan orqamdagi yukim o'sha bilan kelyapti. O'shaning uchun qayerdadir Rixsi Ibrohimov bo'lgandirmi? Endi men hozir aytadigan bo'lsam, bizni o'zbek milliy dramaturglarimizni, shoir yozuvchilarimiz hamma biladi. Hozir o'sha Shekspir, Shelley, lekin butun dunyoni anaqasi bilan o'ynagan ekanmiz. Men bunda yaqinda kitobim chiqdi, 85 yilligimga bag'ishlabdi. Bunda o'ylab qarasam, o'sha yerda Finlandiya, Hindiston, Arabiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tatar, boshqirt teatrlari, voy bularni hammasi bosh qahramonlarni o'ynaganmiz. Bir ikkilarida hali ikkinchi darajali rol o'ynagan bo'lsak ham demoqchimanki, ana shularni aytib, men aytaman, butun dunyoni xarakterini olish oson narsa emas. Endi men asosan o'zimiz yani milliy nima deydi, lirik qahramonlar ko'p o'ynaganman. O'sha boylar xizmatchi, xalq shunda ko'rib qolgan. O'sha Gulini deysizmi, Navoiydagi boylar xizmatchisi Jamila deysizmi, Feruza Bonu deysizmi, Beruniyadagi Makor Sayyora deysizmi, yoki g'ariblardagi Amerika hayotdan olingan g'ariblardagi Nelli deysizmi, rus klassikada qancha rolni o'ynaganmiz. Endi bunda o'ylab qarasangiz, bir nima deydi, Toshkentning markazidan sal narida turgan bir o'zbek xonadoni, o'zbek qizi butun dunyo xalqlarini xarakterini olish uchun o'rgatgan bizga ustozlarimiz. Hali shunday o'ylaymiz. Qarang, hali bu Angliya qirolichasini o'ylaymiz. Hali nima o'ylaymiz? Bu yoqda shoh Edip deysizmi? Qanaqa davrlar bo'lgan. Endi o'shalarni qiyinligi deyapsiz. Men gapni ochig'i eng qiynalganim, o'zimga yoqmagani, shu paytgacha armon qiladiganim o'sha paytda, men yangi kirgan paytimda Abrokidiyatib olimdan o'tgan edilar, Soripamda. Endi meni birinchi bevosita ustozim bo'lganlar. Birin-ketin rollarni menga topshira boshladilar deb, o'sha Guli, Jamila. Endi meni ham ustozim o'tdi, meni sahnadoshim o'tdi. Siz bilan sekin tayyorlab boramiz. Agar
ba'zi joylari yoqmasa mani o'yimga kelib repetitsiya qiladigan paytlari bo'ldi. O'sha yo'l yulduz man birinchi o'ynaganda Moskvaga borgan paytimda, studentlik paytimda butun O'zbekiston hammasi yangi aktrisa chiqibdi dedi. Bu maqtanish emas, maqtanishga kelmasin shunday deb o'ylaylar. Moskvada shunaqa jurnallarda anaqa chiqqanki, Rixsi Ibrohimova degan O'zbekiston yosh talabasi biz imtihonni qabul qildik. Tayyor aktrisa deb qabul qilamiz deb Moskvada rus tilida Sovet O'zbekiston degan nimada, lekin Moskva gazetalarida chiqqan, jurnalida chiqqan rasmlarimiz bilan shu bilan yulduz bo'lib ketdik deyilgan gapni aytyapman. Keyin endi bular ichida lekin yulduzlik kasaliga chalinmagansizda. yo'q, Doimo bir xil samimiy va kamtarin bo'lib kelgansiz. Onajon bilasizmi, o'sha paytlarda SSR davrlari hali asosan nima teatr bironta yangiligi bo'lsa ustad degan nima bo'lardi. Teatralniy agensiya, teatr agensiyasi yo'q, ustad deyilardi. Hozirgi Amir Temur haykali bor-ku, o'shani oldida katta okna rasta deyilardi. O'sha yerda butun O'zbekistonda yangiliklar, lekin bugungi yaxshi chiqqan san'atkorlar, bugungi yangiliklarda odamlarning rasmini terga yozib qo'yishardi. Voy, Rixsipa siz to'g'riza anaqa chiqibdi. Rixsi Ibrohimova to'g'riza. O'sha yerga borib erinmasdan hali oynadagi rasmimiz endi har kuni yangilanadi-ku. O'sha yerga demoqchiman. Endi demoqchimanki, keyingi chiqqan bu gazeta, jurnal, hozir qoplab kelgan xatlar, bular agar hammasini yig'sak, hozir qayta aytishyaptiki, sizlarda bola chaqalarni xo'p, bolanglar eslab qolar, keyingi pokoleniya esdan chiqib ketadi. Sizlarni orden, medallar, nimalargacha chiqadi, bu e'tiroflar, bu anaqalar, qancha olgan ordenlar, boshqalar, bularni hammasini bizaga loaqal anaqasini olib kelib berindi. Bizada arxivda tursin, gos arxivda yilgan narsa bo'ldi. Gap ochiq, mana shu yerda ancha narsalarni yig'ib qo'ydim. O'tda hali foto, mono, kino arxivi nima qilar ekanda, ozginasi olib bordim deb charchadim. Aytdim, men sizlarga butun qoplab materiallar olib borib, mana qaysi yilda edi, men yonimdagi kim, u kim, hammasini yozib chiqishim kerak. Gap ochig'i, o'zlari kelib sizdan olamiz degan gaplari bo'lgancha ana qo'ydim. Aytdim, undan ko'ra dedim, men to'g'rimda 2 ta film olindi, hujjatli film. Bittasi 85 yoshligimga yaqin paytda, bittasi 80 yoshligimda olindi. Keyin kitob chiqdi, men 85 yilligimga. Endi bu kitobni tarixi juda ham og'ir bo'ldi, ham anaqa. Gap ochig'i 2-3 yil cho'zilib ketdi. Kitob chiqishini o'zingiz xohladingizmi yoki sizga taklif qilishdimi? Yo'q. Hech xohlaganim yo'q. Sabab? Bilmayman, men hali anaqaman, voy materiallarni yig'ishim kerak, anaqa qilishim kerak, vaqtim yo'q. Hali u yoqqa chopchap boshqa qil. Nechta odam mana qildi. Bitta Musayeva Diloram degan qizimiz boshlagan edi. Hammadan intervyu olib, bu 20-30 yil ilgarigi gap. O'sha intervyulardan bir ikkitasi tushib qo'yib, o'sha Sorapalarda, Zikr akalarda olingan nimalar. Kino nimalarda. Keyin lekin kitob pashti tayyor, deyarli tayyor bo'lgan paytda kitob chiqarish uchun pul kerak. Voy, men bunaqalarni bilmayman. Qo'yin chiqmasin, undan deb qolib, butun yig'gan materiallar qolib ketdi. Keyin Toshpo'lat Tursunov degan professorimiz bor, institutimiz rahbari bo'lganlar. Ruxsixon, ona qizim, siz to'g'ringizda ko'p odam men yozaman deyapti. Siz hali shunga ruxsat berganingiz yo'qmi? Ishim boshlamaganmi? Voy, boshlagan, qo'yin domla kerak emasam. Yo'q, men shuni olaman, siz boshqa odamga ruxsat bermang degan gap berdilar. Shunga qaramasdan 2 marta suhbat qildik uylarga borib. Uylar nima joyda ekan, xotinlar yaxshi kutib oldi. Kelinlar eng chiroyli joyda. Endi o'zlarini paytlarda o'qiganmanki, o'zlari rektor bo'ldilar, qalamlari zo'r. Men to'g'rimda juda ko'p maqolalar yozganlar, har spektaklga taqriz yozdilar. Keyin shular bilan suhbat qildik. Keyin shu orada toblar bo'lmay qoldi. Qaysi yurtga borib uchib davolanib keladigan bo'lib qoldi. O'sha paytda avariya bo'ldi deyishdi, bir xullas o'sha yurtga ketayotganda Yoshlarga tashish tushgan. O'sha paytda ular
shu boshlagan ishlarni orqasiga yetkazolmay qoldilar. Yarmi. Keyin endi mana oxirgi chiqqan qizimiz nimada o'qiysizlar deydi. Dilfuza Rahmatullayeva. Dilfuza Rahmatullayeva professorimiz. U ham mana shu san'atshunoslik bo'yicha nima qilgan odam, juda ko'p kitob chiqargan, ko'p aktyorlarimiz. Ruxsat ruxsat bering. Men shuni boshlayman, ruxsat bering. 2-3 yil ilgari boshlaganmiz. Mazam bo'lmay qoladi. Anu maqolani olib keling, men maqolani olib keling, men spektakl to'g'risidagi anu rasmingizni olib keling. Keladi, suhbatlashamiz. Bechora eri antib qolib o'tiradilar. Qoyil qolaman turmush o'rtalari. Matonatlariga. Mana shunaqa qilib yig'ib anaqa bo'ldi-da, qolib ketdi. Men kasal bo'lib qoldim. Bu o'rtada ancha mazam bo'lmay qoldi. Ruxsat boshlagan ishimiz qolib ketdi. Keyin yana boshladik, ozgina kelalardi. Ruxsatjon, men oxirgi yetkazishim kerak, oxirgi yetkazib. Xullas, meni ushlab-oldilar-da. Meni mazam yo'q. Ketma-ket Covid o'tkazdim. Keyingi so'ladan keyin Covid o'tkazdim. Ular boshqa kitob ham yozayotgan ekanlar. Mana shunda keladi. Butun O'zbekiston teatri tarixi, drama va teatr degan katta juda nima deydi, noyob, ham kam chiqarilgan kitob. Shu bilan birgalikda menikini ham parallel olib bordilar. Kitob meni katta kitobim nashrdan chiqdi. Ruxsat siznikini chiqarib tezmi, siz 85 yilingizga nimada men nima qilishim kerak, kitoblarni taqdimotini o'qishim kerak. Voy, meni mazam yo'q, men yo'q, Ruxsatjon. Je bo'lmasa anaqa vaqtira anaqani 3 oy ilgari tayyor bo'ldi kitob. Bitta nusxasini olib berdilar. Hali olib ketgan narsalarning ichida men endi o'zim o'ylagan narsalarim qolib ketdi. Endi ular qo'llanma ham institut uchun, ham yoshlar uchun. Bu faqat sizni to'g'ringiz emas. Butun teatr to'g'risida, butun san'at to'g'risida qanaqa asarlar qo'yishgan, kimlar o'ynagan, o'shalar bor deb men o'zim bilan suhbatim ham kirgan, boshqa qilgandek eng ham xursandchilik, ham achinarli ishi shu bo'ldiki, kitobni chiqarib bitta nusxasini menga olib keldilar, bittasini olib borib teatrga Yodgor Sa'diyevga, direktorimizga berdilar-da, ertaga shuni taqdimotini o'tkazamiz deganda nimagadir birdaniga insult bo'lib qoldi. Insult bo'ldilar. Kutyapmiz. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Yangi yil yaqinlashib kelyapti. Men tug'ilgan kunim. Yangilar. Tug'ilgan yilim, kunim, yangilar arafasida 29-dekabr. Shunga chiqaramiz deyaptilar. 3 oy больницada komada yotdilar. Ana chiqadi, mana keyin bu kitobga bosh qo'shgan Madaniyat vazirligi, boshqa yuqori organlar hammasi opani kutsak bo'lmaydi, shuni chiqaramiz уже. Kitobxonlar anaqasi nima qoldi? Kasalman, borolmayman. Men siz o'tkazinglar, kitobni chiqaringlar-da, atrofda san'atkorlarimiz borsa, men borolmayman. Sog'lig'im yaxshi emas. Xullas bir amalab, anaqalab Navoiy bibliotekasiga odam yig'ilgan. Kitoblarni taxlab qo'yishdi. Hammasi kitobni bitta to'xtab turinglar, oxirida olasizlar deyishdi. Xullas soat 3da butun yig'ildi ijodkorlar. Mani teatrdan boshqa teatr hammasi ham yubiley, ham yangi atrofi, ham kitob taqdimoti. Uchalasi bitada. O'sha paytda soat 3da birdan qo'ng'iroq bo'lyapti. Dilfuza Rahmatullayeva jonim suv. Meni qilishim kerak bo'lgan narsa, meni qiyomatga qarzim, bo'limdagi qarzim, Ruxsatjon, shuni men buni anaqa qilmasam, shuni topshirmasam, men anaqa qila olmayman. Xudoyim, aytamanki, bu dunyodagi qarzini ham, bu dunyodagi qarzini ham o'zdi. Shunda 3da biza assalomu alaykum o'rtoqlar deganligi to'xtab turinglar deyishdi, xabar qilishdi, jonlar uzilibdi. Hozir nimasi tavtini ko'tarishyapti. Endi o'tda xursand bo'lishini bilmayman. Yig'layapman, uni qilyapman. Hech o'zimga kelaman, yoqqa chiqib ketyapman. Keyin shu yerda o'rtoqlar yaxshi bilan yomonlik ko'pincha birga keladi. To'y bilan aziyam birga keladi. Qilgan ishlarni hammasini xalqqa taqdim qilib ketdi. Bu qizimizni qilgan ishi juda katta ish.
o'zi ko'p joylardan ko'p kitoblarni chiqargan. Shunaqa kunga to'g'ri kelib qoldi. Keyin lekin nima aytishdiki, boshlovchi ilmiydi. Teatralning instituti anaqa. U ham hajdan yangi kelib, bir kun ilgari hajdan kelgan bolamiz edi, Omonillo Zufarovich Rizayev. O'sha oborat edi. Endi taxtaladi deb birinchi galda hozir shu kitobni avtori Dilfuzaxonni xotirasi uchun bitta Qur'on tilovat qilamiz. Teshivoy Qur'on o'qiyapti. Hammani ko'zida yosh, hamma hayron. Shunaqa ham bo'ladimi? İşini bajarib, Allohning oldiga shunda nima deydi? Yorug' yuz bilan ketdi. Bo'ynidagi qarzni ham uzib ketdi. Qilgan yaxshilari endi bu qizimizni qilgan ishlari juda ko'p qolib ketdi. Juda katta ish ketdi. Keyin qizlari Amerikada edi. Amerikada kelib shu yerda 3 oy tepalarda turdi. Keyin lekin menga opa kitob to'g'risida o'zingiz xotiralaringizni yozib berasiz dedi. Katta qilib yozib berdim. Qanaqa qilib tayyorlaganmiz, qanaqa qilib kitob deyarli bir degan mubarakasi shu bilan to'ldi. Men yubordim, Malikaxon degan qizlar bor ekan. Yig'ladim, onajon siz yuborgan xatingiz shunda qanaqa ishlaganinglar, qanaqa o'tirganinglar, qanaqa qilib onam o'tganlari kitobni taqdimoti qanaqa bo'ldi, o'zim kelgan edi. Hammasini yozib yubordim. Men to'g'rimda juda ko'p noshirlar kitobida menga atalgan bo'linglar bordi. Juda ko'p odam men uni aniq qiladigan bo'lsam menga hech narsa kerak emasdi. Kimni menga yuborgan tabrigi deysizmi, yo men to'g'ri yozgan lavhalar deysizmi, yo har bir spektakl bo'lgan takliflar, haligilarni o'zini yig'ib hech kim meni isbotmasa shunda kitob qilib chiqarsa bo'lardi demoqchiman. Menga bag'ishlangan boblar ko'p san'atkor sifatida. O'shani ham aytdimki, Dilfuzaxon ko'p odamlarning kitobida borman, shart emas. Men bilan kitobxonlarning suhbatlari alohida gazeta, jurnallarda chiqqan. Va xullas, mashlaqa bo'lib demoqchimanki, ko'p endi men aytaman, hozirgi yoshlarimiz bizni ko'rmagan, qiyinchiliklarimizni bilmagan, hozirda boshingizdan o'tgan narsalarni ko'p gapirib bering, unda deyishadi. Men boshimdan o'tgan o'sha 88 ga kirayotgan bo'lsam, shu 3 yoshligimda nazarimda tramvayni ko'rganmiz. Birinchi tramvay kelgan. Rabochiy garadagi ishchilar shaharchasidan o'rdagacha xotirani eslaysizmi? Birinchi tramvay, bir ichkariga kiryapman, oyim bilan chiqqanman. Kulgim qisiydi. Voy, tramvayni o'zi yuryapti. Voy, tabaqada o'zi yuryapti. Bitta tramvay o'sha ishchilar shaharchasidan o'rdaga keladi. Boshi bilan keladi, keyin hali nima deydi? Voditeli boshqaruvchisi oldiga o'tib olib bu yoqqa keladi. Aylanadan joy ham yo'q, ikkita ham emas. Bitta tramvay mashtaqa keladi. Mahallamizda bitta amaki bor edilar. Gurzovoy haydardilar-da. Endi katta Gurzovoy, endi biz kolxozga yaqin turganmiz. Hali qish yoz mavsumlarda butun hali nimalarni tarqatishardi. Poliz ekinlarini. Haligilarda qovun, tarvuzli kelsa, voy, maza qilardik. Kolxoz bog'lariga tushardik. Masjid bo'lardi, masjid oldidan top-toza ariq o'tardi. Hammani uydan o'tib kelib, hammani uyi bir-biriga ulangan, boshqa taomimiz ham bir xil bo'lib ketgan. Keyin borib, ko'chaga chiqib ketardik, ko'chaning boshiga o'sha anaqa kolxozdan hayladigan odamlar yuradigan joylarga yetib kelardi. O'sha yerda ovqatdan suvga hayron bo'lardi. Cheti maysa, tiniq suvlar. Hali tut oqib keladi, anonikidan o'tib bu yoqqa chiqadi. 3-4 ta cho'ppa bundaq qo'yamiz, o'sha yerda yig'iladi. Tokni bayla, nima, tutni baylari, tut o'sha yerdan olib qizil olmalar oqib keladi. Biri shunday ishlasang, hani og'zini ko'pi nima bo'ladi? Mazasi. Jonaqa olmalar. U uzumlarning navlari, vali nima deydi? Toyib deysizmi? Anaqa voy, hozir qarshilikda mana bu nimaga o'xshagan echkemar deysizmi? G'ulaybon deysizmi? Kattaqo'rg'on, bu uzumlar sharbatlari. Bu anaqa aytmanki, bog'imizda lekin belgi belvoni boylab olib, asosan bog'dagi ishni men qilardim. Yakan deyishardi. Nimada o'sadigan, hovuzda o'sadigan
shirq shirq etib haligi anaqalarda qattiq ushiydi nima toklarni bolalab chiqardim odamlar yetarlar ona qizim shu rusxonni anaqa qaragin bolam mana bu ishkamni chiroylab qo'yib biza bu yerda erta indin birinchi bo'lib sal chillaki bir tomoni sal nima ro'za yutish shekilli ertaga hammasi anaqa bo'ladi anta olma anta nima olmalar pishardi paq etib yerga tushardi jalva o'shanchalik endi bug'doy ekiladi kichkinagina joyda bug'doyni olib borib tegirmonda un qilib olib kelinadi unaqa davrlar keyin mana endi aqlim kira boshlagan payt 41-yil man 4 yasharman 37 yil bo'lsa ana unday ko'rgan bizni azoblarimiz Allohim u kunlarni qayta boshimizga solmasin mana hozir dunyo notinch dunyo shunaqangi ajdari komiga tushganki hozir yutaman deb turgan zamonda mana bu yoqqa ketadi ana u yoqqa ketadi agar hamma bundoq bo'lib birlashmasa hozir bo'linib ketamiz bo'linib ketadi bo'linib ketgandan keyin judayam oson bittadan terib olib yig'ish kuchli davlatlar ko'p qani manga qaraysanmi sen qaysi tomonsan deb turganlar bor hozirgi zamonda yurtboshimizni tutayotgan siyosatlarga million rahmat hozir asosan yurtimizni tinchligini o'ylab yurtimizni yoshlari yaxshi kun ko'rishini nima qilib o'zbekistonligicha o'zbekligicha qolishi kerak dunyoga yuz tutgan bizni allomalarimiz qaytib keladi deyilgan bir maqsadda hozir hamma soha bo'yicha oldimizga shunaqa katta vazifalar qo'yganlar man aytaman kuchimiz yetsa man boshqatdan tug'ilsam deb shu zamonda yashasam deb belimni bog'lab kirishib ketardim deyman hozir shu yoshlar oldiga borganimizda shu yurtboshimizni bergan nasihatlari vasiyatlari bizga ko'rsatayotgan ehtiromlari har yili menga prezidentdan senatdan xotin qizlar komitetidan mahalladan nuroniylardan o'zbek kinodan har yili tug'ilgan kunim 8-mart bayramlar har bittasi Navro'zda deysizmi hayit deysizmi katta sovg'alar bilan to'lib ketadi yurtboshimizga bir ikki marta chiqqan kitoblarimizda yuborsa bo'ladi yurtboshimiz hammani ehtiromini ham qabul qiladilar qabulxonasi bor degan gaplarni eshitdi man aytaman bunchalik e'zoz bunchalik anaqa bunchalik shu yoshimizda bizni qadrlashlari bugun yoshlarimiz bemekir ochiq aytaman endi ekranda ko'rsatilayotgan narsalarni yirtib tashlagim keladi mayli artistlar o'ynayapti yaxshi artistlar o'ynayapti juda ko'p kanallarimiz bunchalik nima deydi bemekir hali yomon yo'lga kirib ketgan ayollarni ko'p ko'rsatishlari ota onaga bo'lgan nima juda sayos uy talashish anaqa talashish mehr oqibat degan narsa yo'q bemalol shallaqi gaplarni o'zbek ayolni og'zidan chiqmaydigan gaplar erkaklarni og'zidan chiqmaydigan gaplar man aytaman o'tayotgan odamga assalomu alaykum bir chol kelyaptilar juda nuroniy chiroyli hammaga salom berib o'tardikda bunday bir chekkaga qarab voy ona qizim va alaykum assalom o'tib ketdilar bitta amaki ota endi shularga chiroyli salom beraman deb bismillahirrohmanirrohim deyman deb endi bolalik paytimda endi tayinlanib ko'ryapman shularga hozir boshqacha va alaykum assalom deb boshini silab o'tadilar deb endi mayli bu ham yaxshi bismillahirrohmanirrohim bolajon rahmat salom uchun kechirasiz otaga assalomu alaykum deb anaqayman yaxshi kulyapman hozirgi kunda mana shu san'atimizda yutqizadigan paytlarimizga yutqizadigan jarayonlarimizga aktyorlar va aktrisalar mayli aktyorlarimizni qo'ya turaylik aktrisalarimiz nima yetishmayapti Mustafajon nima sababdan biz bunchalik boya yuqorida aytganingizdek men qo'polroq qilib aytaman buni tubanlikka yuz tutib boryapmiz sababi nimada balki boylik o'chligimizdami yoki mana shu katta gonorarlar miqdori sababmi nega hozir Rixsi Ibrohimovalar yo'q nega hozir To'ti Yusupovalar yo'q nega sabab nimada nega biz hali hanuzgacha bizning xalqimiz siz o'ynagan filmlarni tomosha qilishadi nega hanuzgacha sizning xalqimiz sevib sog'inishadi
o'sha teatrlar, kelinlar qo'zg'olonimi, boshqasimi, o'sha guli o'ynagan rolingizmi, hattoki o'sha salbiy o'ynagan rollaringizni hali hanuzgacha xalq unutgani yo'q va takror tomosha qilishadi. Hozirgilarini esa afsuski Bu savol bitta siz emas. Ko'cha kuyda kimni ko'rsa shu savol beradi. Nimaga ko'rsatasizlar? Nimaga indamaysizlar? Qayoqqa qarayapsizlar? Nahotki hozir qizlarimiz shunday bo'lib ketgan. Men bir kishilardan eshitamanki, shunaqalar bo'lmasin deb ko'rsatyapman. Bo'lmasin emas, beshikda yotgan chaqaloq ham qali jig'ni ko'radi. Haligi qizlarni hali yigitlarga shapaloq qo'yib olish. Kechirasiz, men xotin nima bo'ladi endi? Ertaga xotiningizdan ajrashasiz. Endi bunaqa narsalarni biza endi go'yoki salbiy bo'lmasin. Mana meni ko'rayotgan bola, voy shunaqa qizlar bor ekan deb o'ylaydi-da. Endi aktrisalar deyapsiz, aktrisalarning aybi yo'q, gap ochig'i. Hozir xudoga shukr hammasini nima deydi, topish, tutashi o'yi anaqa. Ko'ryapsiz, bir xil aktyorlarni chaqirishadi. Sal o'zgarni qildi, yo'q men bu seriyada chiqmayman, bu anaqada chiqmayman deyishadi. Bir xil yaxshi seriallar ham bor. Mazmuni janavar 200 ga boryapti, ulab ketaverishadi. Oxiri nima bo'ladi? 2 seriya, 3 seriya qilinglar, bunda boshi bo'lsin deb, voy dahshat, men bunaqa qilmaslik kerak ekan. Voy men bunaqa o'ynadi, aktyorga ham rahmat desin. Keyin yo'q bo'lib ketadi u aktyorlar hammasi. Yaxshi aktyorlarimiz ko'p. Yaxshi dramaturgiya yo'q. Yaxshi rejissura yo'q. Ayniqsa televideniyadagi rejissuralar ular ko'chadini ham olib kelib o'ynatishadi. Hozir nechta boyvachchalarimiz, hatto san'atkorlarimiz ham 2-3 tadan uy olib qo'yib, uylarni hammasini anaqaga berishgan, nima deydi, video olishga berishgan. O'shalarni ko'rib turibman. Bir ikkitalarga borib, nima deydi, oddiygina bir klipga bordim bir joyga, keyin majbur qilib bitta joyda kichkinagidan yaxshi aktrisa uchun klipga bordim. Borsam uyni egasi, shohona kiyinganlar. Men namoz o'qiydigan joyim bor ekan, o'yindan joy namoz oldim, tasbih oldim, namoz o'qigansa, siz aynaqmang, men sizga tasbihlar olib beraman deb tasbihlar. Keyin qarasam, hali ayol necha marta spektakllar rol o'ynayaptilar. Nozanda artistga bo'lib qolibdilar. Bunaqalar ko'p. Oldida bola chaqalari bo'ladi-ku, o'shalarni olib o'ynatishadi, o'yin egasini anaqasiga, hurmatiga. Hech qachon san'atga aloqador bo'lmagan odam qanaqa san'atlarga kirib kelsa, tadbirkor bo'lgan odamlar, lekin mayli o'shalarning yoshidagi qariyalarimiz qolmagan uchun majbur emas, rohat qilib o'ynab, hozir nima deydi? Ham sponsorlik qilishyapti, ham pul berishyapti, ham rol o'ynashyapti. Mana shunaqa san'atni S harfi ham qolgani yo'q. Meni kechirsin. Xalq men agar og'ir gapirayotgan bo'lsam, meni kechirsin. Men juda qattiq xafaman. Yaxshi narsalarimiz bor, yaxshi ijrolar bor. Yaxshi ijrolarni ko'rganda, voy bugun men aktyor chiqarkan, voy bugun men aktrisa chiqarkan, buni ko'raman deganda qarab o'tiraman deb oldida 90 tadan 60-70 chasiz halidaqa har kuni chiqayotgan, labini mundoq qilgan, hali yarim litrli nima deydi, kiprikni qo'yib olgan. Bir marta ham aytdim, o'sha juda ko'p o'lim, kasal bo'lish, hali shundoq. Menga qaradi, o'g'lim bir anaqladi, yo'q kelin aytadi, voy boshqasiga o'ylamoqchi, shib tushadi balisa. Muncha balisani ko'p ko'rsatishadi, deymi? Shunda jonga tegdi shu narsalar. Mana hali borib balisani oldi dodishi, baqir. Balisa-ku, balisani ichida baqir bo'ladimi? Jangni balisani ichida hech kim yo'q. Endi bilaman, bo'sh joyni olishar, boshqa qilishar. Yotgan joyda, uyda o'sha bitta joyda kalat qo'yib, uni ham balisa qo'yishadi. Endi o'lgan odamni tepasida hali o'lmasdan turib joy talashishlar bormi? Hali aka-ukalar bir-biriga anaqani bormi? Xiyonat, jinoyat, og'ir gaplar, quloqni shunda anaqlagan. O'zbek xalqi shunaqa gaplarni gapira oladigan xalq ekan, tilidan chiqarkan, demak ko'rayotganlar shu so'zni eshitadi-da, yomonligini bilmaydi hali. Yomonligini keyin aqli yetganda kim biladi. Biz shunaqa bo'lmasin deb ko'rsatyapti, biza deyapti. Endi u ota ham o'sha yerda, ona ham o'sha yerda, qaynona, qaynisingil, yoshi anaqa deb o'tgan choy atrofda hali
aytayotgandek artist bo'lib o'ynayotgan bolalar, uyni egalarining bolalari o'shalar hammasi ko'radi. Uyimizda biza bolajon odammiz. Bitta o'zim yolg'iz o'zim televizor hali u yog'ini bu yog'ini ko'proq axborotni ko'raman. Nimalarni ko'raman, dunyoda bo'layotgan nimalarni hozir asosan yolg'iz o'zim ko'raman. Men aytdim, voy o'lik shu yerda hozir qaynotasi bo'lsa, hozir qaynonasi bo'lsa, voy hozir shuni oldidan yosh bolalar o'tirgan bo'lsa, nima qizni og'zidan chiqayotgan anaqa. Ko'zim uncha anaqa qilmaydi. Shunda televizor oldiga borsam, men bittan oladi, la joniyor mana bundoq bo'lib ketgan. Men bitada achki, men bitta cho'lka, tinnolar hammasi haldaqada onajon, voy san qilding. O'lgan joyda hammani og'zida bilmayman, men o'zimni mana onam o'tdilar, yuziga kirib opam o'tdilar. Yaqinda bir opajonimni berib qo'ydik. Otam o'tdi, onam o'tdi, o'tganlari o'tib ketdi. Men bir spektakl o'ynayotgan paytimda o'sha Ozarbayjon. Aytdim, hamma millatli spektakllar o'ynaganmiz. Olov degan spektakl. Mehdi Husaynning asari. Ham kuladigan joylar bor. Mana ikkita yigit yaxshi ko'rib qoladi. Xullas bittasi bilan boshlichi munosabati kulib o'ynab, bittasi bilan saltiraga beramiz shunaqa. Oyim jon berish asosida yotibdilar. Bosh rejissyorimiz Aleksandr Ospovich Ginsburg degan odam, rus odam edi. O'sha xotinni qo'lda ta'lim olganmiz biza. Sofiya Mixailova Gutmanova degan odam. Asosan Qudrat Xo'jayev, Nazira Aliyevalar o'shalar anaqa bo'lgan uchun o'zini teatriga olish uchun o'sha Qudrat akalar, teatr bosh rejissyori, yaxshi aktrisalardan bu yoqqa yuborganda birinchi kursdan biz o'sha yerga o'tib ta'lim olganmiz. Shu oyim yotibdilar, bora oladigan imkonim yo'q, dodlab yotib biza oyim katta opam doktor edilar. Bugun o'tadilar, onam bugun o'tadilar. Hollari o'tdi. Men bormayman, spektaklga bormasam xat yubordi bosh rejissyor. Tez yetib keling. Xatlari hali men kinoyimda ham tushgan, rasmida ham, nimada ham, kitobda ham bor, yozuvga boshqasini olib qo'yganman. Rixsishga Ibragimova, дорогая, нечем тебя заменить. Машина за тобой приедет в 7:30, после спектакля сразу, без гримиша, uyingga olib tashlaydi. Bugun kelmasang bo'lmaydi, mehmonlar bor degan so'z yozib bor. Oyim o'sha xiqlab yotdi. 1,5 soatmi, 2 soat ichida haligini yig'laydigan joyda endi ho'ngrab yig'layapman. Oyim ahvollar og'irligini biladilar, Zikr akam undan betar. Qara Ruslan, oying yaxshimilar, bugun tuzumlar, har kun so'rab turadi. Zikr akajon, gapirma, Zikr aka. Xullas, yirimda sochlarim halidaqa, ko'zlarimda hali yirimlar bilan mashinada olib ketishdi. Borsam, hamma oyim tepasida turibdi, adam Qur'on tilovat qilib turibdilar. Olishlari halidaqa. Onasi, qizing keldi, Ruslan keldi deb adam turibdilar. Hali joyda men nazarimda anaqa bo'lsa ko'zlar shunda ochildi. Oyim ko'zlarini ochdilar. Qanaqadan nima bo'ldi ekan? Sho'qqatib yumildida, keyin liq etib orqaga ketar ekan ko'z. Orqaga ketib sekin orqadan ko'z to'ppa-to'g'ri yana tushdida shundoq parda tutilib, men o'zimni anaqamda onam jon berdi. O'sha yerda keyin rozi-rizoliklar boshqa hamma jim. Adamlar yig'lamayli, onam bezovta bo'ladi. Hozir yig'lasa, voy adab pullar hali urvat shakari opamga aytaman. Damda qo'ylar, opam o'tdilar jim. Hali suvlar turibdi mashlar. Hammamiz bitta ukam bor edi. Qo'rqqandan nari uyga chiqib ketdi. Hammamiz o'tiribmiz. Men o'shanda nimani o'yladim? Kufrli, albatta bu kufrli, men hozir o'ylayotgan. Voy, sahnada biza o'lvatganda dodvoy qilar ekan biza. Onam o'ldilar. Chim o'tiribman deb sahnada o'ylaganda qanaqa bo'lardi deb o'shani o'ylabman. Shuni opamga aytsam, uyat emasmi, o'sha paytda shuni o'yladingmi dedilar. Men aytdim, yo'q. Har bir o'ylagan hayotimda ko'p o'ylagan narsalarim hayotimda qaytarilgan shu narsalarda. Aytdim, hamma chim bo'lar ekan, hech dodvoy yo'q ekan. O'g'lini siltalab, u yog'iga uradi, bu yog'iga uradi, turing ko'zingizni oching.
hushdan ketgan odamni urib bo'ladimi? Siltali bo'ladimi? Boshini ko'tarib yoqa qilib, qo'liga siltalab, yana tashlab, boshqa qilib aytaman. Rejissyor janob qayerga qarayapti deyman. O'tda hali yaxshi aktyor emasdir, yaxshi anaqa aktrisa emasdir. Endi rejissyorlarni hali kiyintirgan kiyimini murabbos shunaqangi bizga ta'lim bergan. Murabbosga ming rahmat. Shu otalar so'zini bekorga qaytarmadilar yurtboshimiz. O'sha eski otalar so'zida bilan tarbiya ko'rgan anaqa qilingan. Tanalar. Sal tinlagan qizil bo'lsa, obtashavamni hozir men san chiqarib yuboraman dedi. So'z bugun yod bo'lmasa, yodlab tayyor bo'lib otni qilishidek bo'lib kelardik. Bittada yozib, bittada qilardik. Endi o'sha paytda hozirgi 6 oylik gap izohida oldim. 1 yil bo'lgan kelinlar mamta jig'asi bilan yengi uzun choch mamtgacha tushadi. Qozonvoshda kovlaydi. Oyijon unaqa ismi hammada parik, bu parik jonivor o'ri bo'lmaydi ekan işte. Bir xil. Ilgari otang o'lganmi choching yoyib yursa, onang o'lganmi deylardi. Kechirsin qizlarim. Ali bir xillari kattaroq qiladi, bilib turibmiz parik. Bir xillari choch mamtdan bittasi orqaga qo'ygan, o'shalar yaxshi. Lekin mamtga tushib turadi, chochda qozon kovlaydi. Qozon boshqa bir narsa o'rab olmaydimi deyman. Rejissyor qayerga qaraydi. Uni kiyinishini ko'rsangiz, Halil Shokir xuddi bugun Go'shangadan hozir chiqqandek anaqaday o'ynashadi. Kiyimlari ajir-bujir xaldaqilar, yaltiroq nimalar boshqalar. Soatda oylik. Kecha bir kunlik tursan kelin, 2 kunlik tursan, salom bergan tursan, oyi anaqa qataydi, bemalol ish qiladi. Endi hali pardoz andozi bayli endi necha yuzlab, necha minglab kosmetikaga borishar ekan. Endi o men anaqa qilmaylar, biz o'zimiz san'atkor, biz odam hozirga o'ziga narsa bo'lmaydi-ku. Haligilar lekin tabiiylik ketmaydi. Mana sizda hammasi tabiiy. Yo, men aytaman, mana bir kun shu so'zga chiqqanda bejab qo'ysanglar, faqat jonimiz bilan deshadi. Odam o'ziga aytib ko'rmas ekan, baribir bo'yimiz bursiz kasal va odam boshqa deb. Me'yor darajasida. Keyin nima deydi? Aytaman. Xo'p, bugun Go'shanga kirdi. Faqat kelin janavar yo'nada boshqa qiladi, ertalab qaynotaqang kiprigini olib qo'ydi, lavini bo'yog'ini olib qo'ydi, ko'zisini surdi. Eri yonda masalan o'sha narsa bilan yotmasa kerak. Yo, men aytaman deb shunchalik ham bo'lish kerak emas. Endi hali soatda bir xil qizlarni ko'rsam, shunaqa qilsam bo'lib ketaman. Nega? Qishloq ahli bilan bo'lgan muloqot ko'rsatishadi. Qo'ling dard ko'rmasin onaxon, qo'ling dard ko'rmasin opajonim, singiljonim deyman. Haligilar bitta sallchadan o'rab olgan gero qahramonimiz bor edi. So'ng nima qiladi o'sha oq ro'mollardan prezident qanaqa qo'l berib ko'rishadi. Aytaman, oyog'ida etik. Men aytaman, xalqqa uchun meva tarqatayotgan shularni ko'rib oyog'iga ta'zim qilib keladi deydi. Shularga rahmat deyim keladi. Hamma shaharga ketaman, shaharda men anaqa bo'laman. Ko'p ayniqsa shoirlarni, ashulachilarni shaharda bo'lsam men ko'tarilaman shahar. Ovozing bo'lsa ko'tarilasan. Endi hozir mana ovozga nima bo'ldi-ku? Qanaqa talantlarimiz bor ekan. Qatdan chiqibdi. Nega ular tezroq xalqqa chidamas? Xalqqa chida hali badaba. Kechirasiz-ku, endi men yoshlar bunaqa bo'lgandan keyin o'zlari shunaqa chidamasdi, anda deb gapirishi mumkin. So'zi eshit bo'lmaydi haligini shovqindan muzikani. To'ppa-to'g'ri. Lekin bir ma'nosini anglamaysiz. So'z anglam. So'z kerak-ku. Mana Sherallam aytgan, qancha shoir yozib nimalarimiz, hofizlarimiz aytadi, sal ting'illab turadi, asosan so'zga. So'zni ma'nosi birinchi gal so'z. Bu qanaqa nima emas, sintetizator qo'ydan qildi. Bir joyga to'tipam bilan bordik. Rahmatli bir joyga borsak, ya baland qo'ygan ekan. Ja qo'yni chaqirish to'tipamning mazasi yo'q. Mana borgim yo'q to'tipadim. Rassom bormasak bo'lmaydilar. Joyda uchrashuvdik. O'sha yerda qanaqada asli ovoz yo'q. Mikrofonni shunaqangi 7 mahalla eshityapti. O'shani tagiga tushib qoldi. Qarasam, qushdan ketyapman rassom.
ketdi. So'ng hushdan ketib, to'yda ham hushdan ketib qoladilar. Men aytdim, anani ovozini o'chiringlar dedim. Qanday ali muzikani o'chiringlar, balandlatmanglar. Voy pasaytirsin. Past qilishdi-da, u yoqqa kelib, ko'tar. Muzikanchilarga kelib, haligi anaqa ashula so'yada qolib ketib, ovozini ko'tar deydi. To'tapam aytdilar, ketdik ruxsat. Ketib qoldik. Gap ochiq. Demoqchiman. Ovozing bo'lmasa, shu ular endi nima uchun bugungi kunda hammasi repertuari to'yga bag'ishlangan. To'y demaysiz, diskoteka deysiz, hali aytganda, bunda qaraganda, endi hammasi o'yinga tushadi, kiygan kiyimini ko'rsatadi, bir-biriga qiladi, go'yo muloqot qiladi, boshqa qiladi-yu. Qani o'tda qarindosh shu anta o'tiribdi opasi, anta o'tiribdi xudo xolasi, anta o'tiribdi kelin poshalar, anta jiyanlar o'ynab yuribdi. Ular bilan suhbat qilib, mazza qilib, bitta ashulani bittadan eshitsa bo'ladi-ku. Sekin xirgoyi qilgan, so'zlagan to'xtaylar, mazza qilmayman eshitgan. Qanaqa? Yaqinda shunaqalar bo'ldi, bir ikkita nimalar olib chiqishdi. Aytdim, ovoz ham bor ekan, so'z ham bor ekan. Endi birinchi galda so'z bo'lish kerak. Ular menga ashula yozib bering deyishar ekan. Ashulani qo'shiq yozib bering deyishar ekan. Avval muzika, keyin o'shanga so'z qo'shib berishar ekan. Qanaqa bu hayot? Biz ham sahnada oldin dramaturg. Bizga qo'lto'lab olib kelib, hammasi men shu milliy teatrda qo'ymoqchiman. Baraka topsin, bizda hozir yosh yigitimiz bosh rejissor bo'lgan judayam talantli bola. Bahodirga o'xshab shu yoshlik paytida bizni teatrimizni mavqega mos tushadigan bola. Bahodir Yo'ldoshovga o'xshab. Bahodir Yo'ldoshovga o'xshab yosh paytda keldi. Juda nimalari ko'p buni, talabgorlari ko'p. Hali u viloyat bitta suv ichib oling, xohlasangiz. uzr. Bemalol. Otini istamsiz qoldim. U viloyat, mayli ismi shart emas. Hamma viloyatlardan shahar kechadi, hamma viloyatdan prizobkalar shu bo'lamiz. Hozir mana katta tadbirlar, nima deysiz, sahnada bo'ladigan chet yurtlar, mehmonlar keladigan katta nimalarga asosan nima qilishadi, qarab bering deyishadi. Bor, talanti bor deydi. Endi men aytamanki, bu bolamizga otini hali aytib beraman, shu joyga qo'shib berasizlar. Bu bolamizga o'zi xohlaydigan narsani, o'zi xohlaydigan spektaklni, o'zi xohlaydigan artistlar bilan o'ynatsa, bekorga hech prizab qilmayapti-da. Hamma odam prizab qilyapti. Qo'yilayotgan narsalar juda unaqa zo'r narsalar emas. Demoqchiman, aql boshda emas, yoshlarda bekorga aytmas ekan. Voy, bu milliy teatrda palonchilar ishlagan. Men buloqalar bilan qanaqa muloqotda bo'laman deb kirish ancha qiyin bo'ldi. Mana hozir bemalol har kun Asqar Xolmomin. Asqar Xolmomin. Suhbat qildik ular bilan. Shunaqa yaxshi ko'raman shu bolani. Bu bilan ko'p suhbatlashamiz, ko'p dardlashamiz. Qo'yayotgan narsalarni, mana bu narsani oldim, opa, bunaqa, mana bu narsani menga to'g'ri kelmaydi, shuni majbur qilishyapti, qo'ying deb yuragimda bas. Yuragingiz yetmagan narsani qilamizsan. Zakaz narsalar qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Lekin zakazni ham olish kerak, mayli endi o'shandan chiqib ketishga harakat qilish kerak. Chunki bizning teatrimiz kuchli teatr. Hozir yaxshi yoshlarimiz bor. Hozir siz aytgandek, hozirgi yoshlarimiz ekranga chiqyapti, ekranda tuzukkina pul beryapti. Bir kuniga bular olayotgan oilani 4-5 hissasidan bittasini beryapti. O'shandan 4 martani qilsa, oila yaxshi emas san'atkorlar, teatr san'atkorlari. Bilamiz. Lekin mehnati ham juda mashaqqatli. Juda mashaqqat. Mehnati og'ir. Bugun kasal bo'lsang ham, sog' bo'lsang ham kelasan. Anta bolasi kasal bo'lyapti, kelishingiz kerak. Dublyor yo'q. Dublyorni uchrashuvga yuborgan. Kelasiz. Qo'shiqchilikka xolasa boradi, taniydi. 10 ta qo'liga anaqa tushgan. Sizga to'yga. Vudruk yaxshi chiqib qoldi. Mana voz kechadi, mana bunisi boradi.
pul yaxshi, ko'z tegmasa. Hammasi tegdi, mashina qo'sha uchastka. Bizga o'xshab hali 60-70 yil anaqa bitta uyda 60 mana shu uyni qurilgani anaqa yer qimirlagan deydi 66-yilda. Endi o'sha yili biz nima qo'yganmiz, Shavra Murtaziyani yana boshqa spektakl oy tutilgan tunlarni qo'yganmiz. Voy, o'sha kuniga to'g'ri keladi. O'zi mistik narsa edi, u qiyin narsa edi. O'sha yili qo'yganmiz, o'sha yili yer qimirlagan ekan, butun dunyo yordamga kelgan-ku. O'sha paytda hammaga anaqa qilib, men o'sha paytda 22-23 yoshimda deputat ham bo'lganman. Bu deputatlik paytimda mana qilgan ishlarim, hammasini qilsam, hali qo'limda ikkinishga yana yilga ham shu qizni ishlasin deb, dайте согласие баллотироваться по этому округу degan anaqa bo'ladi. Ruscha aytibman, anaqa qilib profsoyuzda ishlaganlarim boshqa. Yaqinda profsoyuz raisi Otabek kelib ketdilar. Otalar qo'llarida ko'p nima qilamiz, televideniya nimasi, Elbek Musayev nimalarda yaxshi demoqchiman, hammalari kelib ketishadi. O'shanda yer qimirlagan paytda olgan uyimiz. Allohga shukr. Keyin kechagimizda haldaqa. Endi nima quloqli baldam shu mayli-da, Mukarrama Turg'unboyeva, Aya, Lutfan Aya, Tamara xonim, Halima Nosirova, Qunizbek Karimova. Mana shu 5 talarda shuni yaxshi ko'rganimda shu taqaman. Endi bir qizi bo'ldi. Hozir yo'q bu. Hozir yo'q bu taqinchoq. Yo'q, bor chiqarishyapti. Aytam milliy narsa shuni yaxshi ko'raman. Endi bir qiziq narsa bo'ldi, shuni aytib ketmoqchiman. Qozog'istonda Adham Yo'ldoshev degan aktyor bor. Qozoqlik. Bor. Qora belbog' egasi. U yaxshigina ashulachi ekan. Toshkentda o'sha nimada nima deydi? Katta Xalqlar do'stligi. Xalqlar do'stligi saroyida konsert berdi. Odam mamnun. Qozog'iston ko'chib kelgan. Pulini hammasini shu O'zbekistonga, lekin nima deydi, kar, ko'r bolalarga, bir ikkita san'atkorlarni shu bilan shug'ullanishadi. Hammaga xayri ehson qilib ketdi. Pulga muhtoj odam emas ekan. U ham o'zining yurtida juda tanoli, juda erkatoy bola ekan. U bilan biza bitta filmda o'ynab qoldik. Meni onam o'ynaysiz, turib ol dedi. Xullas o'ynadik, ota degan narsani o'ynadik. Ibrohim Rasulov qo'ydilar. Men onasini o'ynadim. Men kasal bo'lib yotaman deb, u o'g'lim chet yurtda keladi. Kepkala bilan, haldaqala bilan keldi endi. Bitta kepkasi $1 million turar ekan, uni oyog'ida kiyimda. Ibrohim aytadi, Adhamjon, men shapkangizni olib tashlang. Nima qilsa, bu o'g'li chet yurtda ishlab kelmasha turib oldi. Xullas, больницада katta bir anaqada eshikni g'ildiratib gul olib keldi. Men aytdim, men больницада yotibman. Sen böyle Ankara'ya gitsin, ben lisede alıştırdı. Ayettim, betke gül mümkün mü? Ayettim, aşağı kalsam, mümkün. Ayettim, adam için ayeteli oğlum. Daha kalsam, ben bunaka gül görmeyeyim. Ortasından pistaçka gül böyledik. Maşağı katta bir açılmayan galatı gülledi. Hayran kalıp, şu güllü koyasan dedi. Anam yanıya koyasan, şurada siyamca kıldı. Kıldı, şurada siyamca kıldı. Şeyim uşattı ben. Bitta filmida onasini o'ynadim. Anaqa jonli nima deydi buni? Anaqa olishadi-ku. Jonli intervyu. Yo'q. Prямой efirmi? Film olganda ekan nima qilishadi uni? Taqdimot qilishadi. Ekranga chiqarish nima olishadi-ku? Tezdirma. Ha, Reklamasi bor. aktyorlar o'ynaydi-ku. Aktyorlar o'ynaydi. Nasıl? Xullas o'shan jonlisini biza qildik. Nima deydi? Aktyorlar har bittasi bitta anaqani chiqarish uchun buncha pul kerak bo'ladi deydi-ku. Klipda? Klip. Jonli klip qildik. O'tirib ashula aytadi. Mana qo'limni yetalab, ana qilib, oyog'imga tiz cho'kib ana qiladigan joylari bor. Xullas, men juda ham mehribon. Keyin aytibdi shu. O'sha Rixsi Ibragimov men juda ishonaman, onamga o'xshaydi. Men shundan boshqa baldog'i yo'qmi? Men onamga bitta sovg'a qilaman, olib berasan debdi. Ibrohim Rasulovga. Resorga. Kelib qoldi. Rasopa o'ydamisiz? Ha, sen. Ana o'g'li sizga sovg'a berib Voy, nima sovg'a kelmisan? Adham Yo'ldoshev deb shunaqa dedi. Qarasam, bunda karobkada birlan ko'zli uzuk. Bir 18 tam 16 tam anaqasi bor.
uzummi nimasi o'xshaydi. Uzumni bargida o'rtasida uzum. Bu yerda ham shunaqa. Ham komplekt. Shuni dedi, o'zi uyaldi borishga dedi. Bunaqa narsani odam anaqa qilish uchun Xijolat. sovg'a olib keldim deb beradi-ku. Men borsam opa, onam xabar bo'lishlari mumkin deb sizga berib yubordi dedi. Bu tozasi. Endi dedi, bu bilan olishga ikkalamiz bordik dedi Ibrohim dedi. Magazin kirdik, qarasak dedi, qanaqadir bir nima deydi, $800, $500, o'zimni $1000 endi komplekt qimmati. Olaring. Men onamga yaxshidan berasan deb dedi, oldi shuni dedi. Xullas sarigini Sizga bo'lgan olib muhabbat. esdalik. Demoqchiman, qadr demaydi. Keyin o'zini yubiley bo'ldi. Yubiley bo'ldi, Toshkentdan bir 100 tacha odam eng zo'r san'atkorlarni chaqirgan. Menga kelmasangiz bo'lmaydi deb turib oldi. Bordik. Endi u paytda Qozog'iston bilan o'tkazish chegarasida nima bor? O'sha yerdan hali universitetda hammani chaqirgan. Bir paytda o'tishga bir ikkita kino aktyorlarimiz kech qoldi. Ja xabar bo'ldi, o'shani kutib qoldik dedi. Xullas yetib borsa kirardi. Biz o'tib ketdik. Qayerdan kelibsizlar? O'zbekistondan. Qozog'istonda nima bor? O'zbekiston ko'chib kelyapti dedi. Aytqam yo'ldoshni anaqasi konsertda chaqirgan, yubiley konserti ekan. Ha, tushunarli dedi. O'sha yerga borganimizda endi menga alohida joy, onasi bir chiroyli xotini bor ekan. Onasi nimalari hammasi meni o'g'limni onasi deb endi o'rab olib rasmga tushishdi, boshqa qilishdi. Keyin betda Toshkentga kelganda konsert berganda meni 75 yilligimdi. Ona sizni yubileyizni men qilib beraman dedi. Butun kalitini chaqirib bir katta restoranda to'y qildi. Keyin Nuroniylarda bizning bir nimalarimiz bor, qadrdonlarimiz bor. Nima dedi, o'ziga to'q xayr ihson qiladigan, xalqning boshini silaydigan Ozodaxon degan bir nimamiz bor. Ularning yonlarida rahmatli muftimizning xotinlari, yana bir onamiz bor. Rasmlarni ko'rsatarman. Sizni yubileyizni bizga qilib beramiz, butun teatrga chaqirasiz deb 80 yilligimni o'zini restoranda Ozodaxon, Muhabbat aya, xonim Po'shaxon, o'sha yerda hammalar, butun artistlar o'sha yerda teatrga kelgan. Hali to'y kelishlardi, hali anaqa qilishlardi. Bundan ortiq qadr qiymat, muhabbat. Bunisi men sizni yubileyizni qilman dedi, bunisi yubileyiz. Xullas mana shunaqa qilib ikkita yubileyim. Bu sizni mana shu xalq sizni naqadar sevganidan dalolat. Shu o'rinda Ruxsatjon, mana hozir ona rolda, ona haqidagi o'ylarga gaplashdik. Biz bilamiz, O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzoning G'animatim, Omonatim she'rlari, ularni she'rlarini rahmatli bizni o'sha xalqimiz sevgan ijodkor, har taraflama ham jurnalist, ham san'atda, ham qo'shiqda, har taraflama xalqni qalbidan joy egallagan o'sha san'atkorimiz Shuhrat Qayumov ijro qilgan G'animatim, Omonatim, Onajon. Voy, klipida mana shuni klipida siz tushgansiz. Shundagi Rixsi Ibrohimova bilan hayotdagi Rixsi Ibrohimova qanchalik o'xshaydi bir-biriga? Xuddi o'shamiz. Men onamning xarakterlari shunaqa edi. 12-ta klipida tushganmiz. Anaqa konsertida ham. O'sha G'animatim onamda o'sha poylab o'tiradi-yu bolasiga. Keyin kelmasam bolam, bolasi u yoqda boshqacha anaqa bo'ladi. Qani qaytarib qo'yadi, choyni ustida damlab o'tiradi, boshqa qiladi. Keyin onajon kechiring deydi, bilib qoladi o'zini qilayotgan nomaqul ishini deb onasidan kechirim so'raydi. Hamma voy shunaqa rol o'ynabsiz, shunaqa rol o'ynabsiz. Bitta voy rol emas, klip u. Klip dedi. Keyin xalqlar do'stligida ham bir konsert berdi, o'sha yerda bitta onasini o'ynadim. Meni qiziq bir joyi bor. Gapimiz ko'payib ketmadi. Yo'q. Juda onasini yaxshi ko'rardi. Juda hurmat qilarkan. Bir ikkita kliplarni yarmini uyda olganmiz. Bir tog'ning tepasiga chiqib ketdik, sho'rlab yomg'ir yog'ardi. Jida guli bor-u, anaqa qo'ygan. Jida guli. Xuddi o'sha jida guliga o'xshagan bir joyni topdik. Pastqam joyda tog'ni yonbordada gullab turgan joy. Onamni dedi, opichlab olib borganman shu yerga davolatish uchun. O'sha klipimni onamjon siz qilib berasiz. Shu yerda ketdik, hali joyda hali ikkinchi o'sha joyda ashulasini muzikasini qo'yib berdi. O'sha joyda tog'ni tegdi, biza
itim jinjigib sal oppoq kiyinganman. Bir joyda oppoq kiyinib yotadigan joylarim bor. Qaytib biza o'tdan kelib chiroyli bo'ldi. U juda ham xursand bo'ldi. Mana onamni tiriltirib bergandek bo'ldingiz deyapti. Onasini shunaqa yaxshi ko'rib, endi duolar qilib kelyapti, onamni joyi jannatda bo'lsin. Shunda endi mashinasida ketyapmiz. Men u ikkita operator bolamiz. Orqamizda liq anaqa tomga yaqinlab laqillab anaqa kelyapti. Nima? Alka mashinasi kelyapti. Katta mashina. Mashina kelyapti, orqasiga yuk ortilgan. G'ishmidi, g'ish nazarimda. Juda balandi liqillab kelyapti. Voy shunchalik ham ortadimi? Voy to'kilib. Har joyda shunda bizni oldimizdan o'tdi-yu, hay paq etib hay nima qilib to'kilib ketsa-da, g'ish qanaqa shunda yonidan o'tib ketdi. Bizdan keyingi mashina o'sha g'ish tuyida qoldi. Allohga yarabki. Voy, endi jon titradi, aytadiki, onamni duosi asradi, opajon, onamni duosi asradi deydi. Hozirgi aytganingizdek, o'sha shoir bo'ladi. Sopajon shoirida mana shu Irg'iz Ibrohimani eng sevgan, o'zi yaxshi ko'rgan, ijro qilgan rollari qaysi biri sanab bersalar va o'zlariga yoqmagan, ko'ngillari to'lmagan. Chunki bu xalqimiz uchun qiziq. Biz chunki hammasini yaxshi ko'ramiz, hammasini sevamiz. Biz uchun hammasi birdek. Hammasida o'zini o'rni bor, gashti bor, o'zini bir qanaqadir mehr tarovati bor. Lekin sizni qalbingizga qaysi yoqqan? Men o'zimni yaxshi ko'rib, rohatlanib o'ynagan narsalarim o'sha boshida ustozlar bilan birga o'ynaganim Guli Alisher Navoiydagi bizdan keyin nechta gullar paydo bo'ldi. Keyin boylar xizmatchiligi Jamila o'rtasida rohatlanib o'ynardik. U bilan juda ko'p joylarga uchrashuvlar borganmiz. Mirzo Ulug'bekda Shukur akam bilan birga o'ynaganmiz. Shukur akam bilan 2-3 marta qaytarildi. Keyin g'ariblardagi menga keyin sekin men bo'kish kerak, boshqacha aniq qilish kerak deb baraka topsin shu Bahodir shu g'ariblardagi shu ota-onasini ko'chaga haydab qo'yadigan bir aktrisasi nima deydi, salbiy rol berdi. O'shani o'ynadim. Undan oldin Beruniyda Malika Sayyorani o'ynadim. Dahshat. U menga soatlar kiyib olganman. Umrimda men hammasi shilol, haylaqa guli, gulyuz, gulsanam, gulobod, hammasi gullaydi. Hamma o'ynagan rollarim shunaqa. Endi hali Malika Sayyora shu dog'ulilik qilib nimani Beruniyni o'ziga oldirib oladigan bo'lib, men sizni sevaman, undoq qilib yalinib, haldaqa qilib, siz dunyoni nima, siz boshqasiz deb makorlik qilib orqada anaqada o'tiradi. Nimada? Tron edi, ana shohlar o'tiradigan joyni orqasiga bekib oladi. Keyin ilonga o'xshab chiqadi. Endi o'sha yerda o'tirman, birinchi salbiy o'ynayotgan rolim. Mendagi bajohat, mendagi anaqa mashtaqa bo'lib turibman. Ey Xudo, o'zing asra. Yonimga mana Ali shohni o'tirgan anaqasini orqasiga Mahmud G'aznaviyni sevgisini o'ynayapman. U o'tirgan orqasiga mana kichkinagina butilkada suv qo'yib qo'yganman. Suvni mamsimga sevib. Aktyor og'irligini ko'ryapsiz. Ey Xudo, men joyim yaqinlashib kelyapti. Keyin shunda sekin mana orqasidan chiqaman deb Abu Rayhon Beruniy deb boshlaydi. Sizni iltifotingiz endi chiroyli gaplar bilan shunaqangi endi uni o'yray boshlaydi. Men deyman Malika sizga oshiq, siz kimsiz palonda qanday degan joyda endi sizga tiz cho'kibman, ana qilaman. Xorazm malikasi deydigan joylari bor. Shunda kechiring, men sizga loyiq emasman. Meni o'z sevgilim bor. Siz shoh bo'lsangiz, shohni qizi bo'lsangiz, shohini bo'lsangiz, men noloyiqman unga deydigan ozgina emas bor. Uni sevgan qizi bo'ladi, Gulsanam. Jamila o'ynaydi uni. Shunda harigini eshitib turay, boshqa qilib endi unda kiyimlarimiz hammasi yaltiragan. Anaqa olovrang nima ko'kdagi yadro anaqa qilingan ustidan qilichdek belni boylab olgan, mamta sovut kiyib olgan, mamta xanjari bor. Mana shunaqa ayolda endi. Undacha haldaqani qilib turib oyog'iga go'yoki bosh etkandek bo'lib, oyog'ini sekin tortib oladi Beruniy.
shat etib o'rnidan turib, kim tak? Men seni anaqa qildim. Nima qildim? Sinamoqchi edim. Senmi menga teng bo'ladigan? Men hali shunday nima qilayki, bu nimaga Xorazmga o't qo'ysin, qishloqlarga, shaharga bittasi ham qolmasin. 100% boshqa o'tib ketadi. Endi shu yerda hali o'zimni qo'rquvim ham, o'zimni haliqa salbiy nimam bilan bir kun opamni chaqirdim, ko'ta opam. Mana shunaqa malika o'ynaymiz. Voy, o'lib qo'ya qolay. O'ta shunaqa so'zi borki, agar u erim bo'lsa, sen o'ynashing bo'lasan degan so'zi bor edi. Qora tegin bilan birlashtirishib, birovni yo'q qilishmoqchi bo'lishadi. Obid Yunusov o'ynagan, Yodgor Sa'diy o'ynaganda o'sha mana rasmlarimiz ham bor. Voy, o'shanaqa so'zlaring bor ekan. Voy, ikkinchi o'yini. Ikkinchi o'yin. Opam rahmatli shunaqa qilib birinchi o'ynagan Sabir. Shunda Amin Turdiyev ko'p kitob yozganlar. Sahnadoshlarim. Endi birinchi partnerim ham Amin Turdiyev bo'lgan. O'sha Yo'lchi yulduzlar studentlik davrimda boyni kichkina xotin o'ynaganman. Unda Amin Turdiyev, "Xo'p, Yo'lchi yulduz, bu Gulasalli kim o'ynaydi meni kenja xotinimmi?" Dedim, bir chekada studentlar anaqa papkalarim yonimda bir chekada o'tirdim. Toshxo'ja Xo'jayev reysimiz. O'sha qizlar keldilar. Assalomu alaykum dedim. Meni hamma qaradi, endi butun teatr kollektivi qatnashgan. Obid Jalilov, Shukur Burxonov, Zaynab Sadirova, Ikrom Botieva, G'ani A'zamov, Lutfulla Nazirullayev, nabira hammasi. Hamma bo'ldi, Erkin Malikboyevalar. Shunaqasan to'la emasman. Ha, tashakkurlar deb. To'la voy. Beli baquvvatidan yo'qmi? Bunday qilsam sindirib tashlayman-ku men buni. Yo, shu qizni berdingizmi? Yo, mana shu qizni biz ko'rasiz hali, Xudo xolisa. Yaxshilab sizga tayyorlab beramiz. Ha, ko'ramiz. Voy, o'li, qanaqa bo'lar ekan deb. Ana endi boyni hamma ketib bo'lgandan keyin teatr zalida anaqasida bir chekada Soripamlar, "Men boy bo'lib turaman, o'shanga zahri sochadigan joyingiz bor, o'shani qiling" deb. Boy, jon boy aka, meni qo'yib yuboring, qo'yib siz o'ldiring. Menga anaqangiz ham kerak emas, zebi ziynatingiz ham kerak emas, o'ldiring. Endi o'zi olma deb otgan otam, behlib sotgan otam, o'z qizining jonini bir qop unga sotgan otam deb yig'laydigan joylarim bor. G'arib kambag'al bir qiz, sani bo'ynlaring Marvarid Marjon ko'rdi, hali san anaqa qiladigan joylar bor. Po'lat aka, bu agar tug'ib bersa menga anaqa bo'ladi, nima bo'ladi deb 2 etajli qiladigan koshani. O'sha 2-chi etajdan shoshini ustidan olib chiqardilar, mana shunaqa qisam qilib yerga boyni oyog'iga tashlardilar deb. Ya qanaqa rollar, qanaqa asarlar. O'sha yerda jon boy aka, meni qo'yib yuboring, o'ldirib yuborsangiz ham mayli, faqat chiqib ketayman bu yerdan deydi. To'l sani anaqa qilib keyin ekan. Domla, shu qizni o'ldirmay, shu qizni yaxshi ko'radigan qiling-ku. Amin Turdiyev. Cho'takoy, Amin Turdiyev eshitdi. Ko'zi juda chiroyli ekan. O'sha paytda yoshman, tuzroq bo'lgan bo'lsam kerak. Shu qizni aygan bo'laydi, shu qizni kir ichkariga deb bo'g'ib o'ldirmay shu yerda deb, kir ichkariga deb ko'rib olaman. Men sensiz hayotim barbod bo'ldi, bunday bo'ldi. Oxirida xullas bu qiz borib o'zini sevgisi tufayli butun boyni ko'mishtirib yotgan narsalarni et beradi. Chekaga bordim, etdim. O'ldirsang o'ldirdim degan joylari bor. O'shanda bir to'da anaqalar kelardi, masofaga chiqadigan nimalar. Yoqub Ahmedovlar davri. O'shada hammasi ommaviy sahnaga kelayotganmiz bilan birgalikda. O'lib yotibman, men o'ldiradi, oxiri bo'g'ib o'ldiradi. Sotqilik qilgan lekin. Boyni uyida ziyofat bo'layotgan bo'ladi. Shu ziyofatda endi Treadwell janoblari, amerikalik anaqalar, anglishlar, o'shalar, boylar hammasi o'tirgan bo'ladi. Endi nima qilamiz, o'shani to'polon bo'layotgan paytida davlat yurtdan ketayotgan, sotqilik qilayotgan boylar anaqasida boyni uyida xufiyani ushlashuvda keladi. Hali butun hamma soldatlar kiringlar deydi. Men o'ynayotgan rolim aytib beraman. Boyni yotgan narsalari ham boyliklari hozir to'g'ri kirasiz, undan pastga tushasiz, orqasida anaqa bor, teshik bor, urug'i anaqasi kelsa, o'sha yerda bekitilgan narsa bor. Shuni tez olinglar deyman deb, buni eshitib qoladi o'g'li. Xotining qildi deydi. Ana, sen menga ishonmading, Gulasal shuni aytdi.
anaqasiga sevgan yigit edi. Aynan mani bog'i o'ldiradi. O'sha yerda hammasi kirib keladi. Qarasaki dasturxon ustida umrida yemagan hali soldat kiyimida yurgan, oyoqda kelsiga iki nonlar bor, boshqalar bor. Hammasini ko'zani qiladi. Bitta shafqatib rejissyorimiz aytdi. Bitta nonni olganda og'zini ishlab bekitib yeb ketgan shuni dedi. Shafay hali joyda. Yoqub Ahmedov o'ynayotdi. Keyin ertasi o'sha rolni men o'ynaydim. Rol emas bu. Mayli de. Ochlik. Bu yoqda boy, ko'p yopdi, o'tda och. Bir-birdan nonga zor. Yurtini sotayotgan xiyonatkorlarni anaqasi. Endi o'sha yerdan bir-birdan nonni olib u yoqqa bu yoqqa qaraydigan joy shafay ketadi. O'sha joyda men o'lib yotibman, men bunday qo'yib g'at yetib yoqib janavar qo'lim ustidan bosib o'tib ketdi de. Dedim de o'rnimdan turib bir boshim sal, voy o'ldim-ku men. Boshimni ko'tarishga to'g'ri keldi. Ezib o'tib ketdi. Hali anaqa qatdan biladi ichida obrazga kirib ketdi. Shundan keyin haligi chala o'ligiydi, boshqatdan olgandek bo'lib boshqa to'g'ri kelgan. Xullas, shu shaklda nima narsalar bo'lmaydi. Joningiz sog' bo'lsin. Safajon mana shu qizni kuzatib turgan, bizni o'sha birdek sizni qadrlaydigan xalqimiz uchun, avvalambor shogirdlaringiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun va sizni sevib, ardoqlab, doimiy ravishda muxlisingiz bo'lib kelayotgan muxlislarimiz uchun o'zingizni dil izhorlaringizni aytsangiz va bitta duo bersangiz. Voy. Dil izhorlarim har kunga yetadigan so'zim avvalambor hozirgi dolg'ali kunda butun dunyo tinch bo'lsin. Ko'zimga yosh keladi. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Qilayotgan xayrli ishlari hammasi ijobatini topsin. Xalqimizni boshiga boshqa qora kunlar tushmasin. Hozir yaxshi yo'lga kirib oldik. Dunyo tinch bo'lsin. Hammani oilasida nima deydi? To'qinchilik, mehr oqibat yo'qolmasin. Eng kerakligi. O'zligimizni, o'zbekligimizni butun dunyo taniydigan zamon kelsin. Qilayotgan ishlaringlar xayrli, barakatli bo'lsin. Yoshlarimizni hammasi qaysi sohada bo'lmasin, hozir hammasi yurtboshimiz shunday yo'l ko'rsatib qo'ydilarki, har bir sohani egasi bo'lib chiqish uchun katta intilishlar bo'lyapti. Hamma sohada, nima sohada bo'lmasin. Men bir paytlar oila yilida bir 50 tacha odam komissiya tuzilgan, shular ishda men ham bor edimda. Milliy Hamza teatrida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rosa Ibrohimova. Har bittalar 10 tadan kam bo'lmagan o'zinglarni maslahatinglarni bersanglar, nimani ko'rmoqchisizlar, nimani xohlayapsizlar deganida shunda 12 ta emas, 14 ta anaqa punktdan iborat bo'lgan nimani topshirganman men. O'shanda kelib Yo'ldoshovmi deb familiyalari butun hali 50 tacha odam har xil vazirliklarda, hukumat rahbarlaridan odamlar bor, san'atkorlardan bittaman. O'shanda maktabdagi bolalarimiz 40 talab, 30 talab o'qitilmasin, eng ko'pi bilan 25 ta bo'lsin, boshqa bo'lsin deydigan bitta punktim bor ekan. Kelin kuyovlar turmush qurishdan oldin, hozir necha 18-20 shunaqa yil bo'lyapti yozgan. Shunda men tabriklashgan. Rosa Ibrohimova, siz bergan tavsiyangiz davlat anaqasiga 4tasi, 5tasi o'tdi, 2-3tasi yana. Endi men bitta meniki emas, demoqchiman, menga o'xshagan fikrli ideyalar bor ekanki, o'sha muammo davlat dasturiga kirgizilib, o'shani o'tdi deb men tabriklashganda aniq bo'ldi. Men buni nimaga gapiryapman? Hozirgi zamon o'sha men o'ylagan zamonning eng zo'ri bo'lyapti. O'shanda aytgan ekanman, meni o'g'lim birinchi o'lib kompyuter ekranda men bir sichqon bo'ladi, men bir ekran bo'ladi, bunday yuradi. Endi mishka deyiladi-yu, anaqa bo'ladi deb o'g'lim birinchi kompyuterdan dars bergan. Nimada, televizorda. Kelinim yoshlar anaqasini olib borardi. Yoshlik darsini olib borardi, kelib. Hozir endi ular er-xotin bo'lgan, meni kelinim demoqchiman. O'sha paytda har bitta anaqada kompyuter bo'lsa, kompyuterli paytda hozirgi yurtboshimiz hammaga qo'ydi. Kompyuterlar yo'q edi. Demoqchiman, o'sha zaman kelgan xursand bo'lyapmanki, hali o'tib foydamani
keyin aytganmikin mana menga o'xshagan mana men rasm o'shamni yelkillatib qo'ying o'sha yerda tursin o'sha qaytib mana shunga o'xshab anaqa bo'lsin oilalarda nima deydi shajara ota ona o'g'il qiz boshqa bo'lsin deb bir daraxtga o'xshab shunaqa qilib ketaversin-da tegi zoti kimligini bilsin 7 pushdan keyin boshqa bo'lib ketadi-yu man nuqul ko'z oldimga mana shunaqa narsa keltirardim-da keyin har bitta oila bitta o'g'liga bitta qiziga berib qo'ysin u o'zini navbatda unga bersin shajaramizni bilaylik mana hozir eshityapti meditsinadan bizada o'sha kasal bo'lganda nimalar yuqish mumkin ham shajarangni bilasan ota bobang kimligini bilasan man hozir 3 avlod naryodini kim bo'lgan ekan bu Ibragim bilan oilasidan man otamni onasini bilaman undan narigisini sal pal u yog'i kim bo'lgan ekan deb yaqinda mozorlarni aylanib chiqib anaqa qildim kimni tegi zoti biza bundan 10-15 anaqa ilgarigi ota bobolarimiz kim ekan o'ylab qolaman demoqchimanki mana shu narsalar endi hayotimda nimalar o'ylagan bo'lsam ko'p narsalar sahnada nima bo'lgan va urush davrlarida o'tgan aytdim hayotimda ko'rgan narsalarim ko'pi sahnada ekranda nima bo'lgan o'sha nimani o'ynaganimda ham o'tgan zamon hangomalarida bir paytda urush paytida o'g'irlar kelganda o'g'irlar tushganda hali bitta o'g'rini tutib olib butun mahalla tutib o'g'irlaganda oyim rahmatli voy urmanglar shu bechorani o'ldirib qo'yasizlar deb o'g'riga rahm qilgan paytlari hali o'zimga o'g'ri keladi o'tgan zamon hangomalarida onajonman sizdan uyalyapman uyatingni boriga shukur bolam yaxshi kunlar keladi keyin birgalashib non choy ichamiz qumg'og'imda choy qo'yaman ozgina zog'oram bo'lsa ham yeb ketgin degan joylarim bor demoqchimanki urush davrida o'zim o'ynadim sahnalarda hali yaxshi deyotgan spektakllar zo'r spektakllar qayta 3 marta 4 martadan qo'yilib mani birinchi o'ynagan rolim gulini hozir 4-5 gulida o'ylashyapti man o'ynagan Mirzo Ulug'bekni nimani man o'tdan o'tib hozir Gavhar Shodbekova o'ynayapman Iymonda ilgari Ozodani o'ynaganim Turg'an Azizov bilan professori qizim hozir professori onasini o'ynayapman demoqchimanki yaxshi asar o'lmaydi mana shunaqa davom etaveradi yaxshilik o'lmasin yaxshi asarlar bitilsin o'sha ustozlarimizga mos keladigan ustozlarimizdan o'tadigan shogirdlarimiz bo'lsinki mana bu ustozimizni qarang ustozdan o'tib ketdi bu shogirdimiz kechagina o'zi shogird bo'lib yalinib kelib turadi bugun ustoz bo'lib turadigan zamonlar kelsin zamonamiz gullab yashnasin mana shu guldek mana shu o'tgan ustozlar ham ruhi shod bo'lsin doim yonimda olib o'tiraman hamma yoqda to'kinli sochilli Allohim o'z panohida o'zi asrasin hammamizni qilayotgan ishlaringlar yorug' yuz bilan chiroyli ko'rsatib o'tsin mayli endi hozir gap ko'rsatib to'g'risa ketyapman zarnigor shuncha qilib boshqa qilib sizlarni qiynab ba'zi joylarni olib tashlang kerak bo'lgan kerak emas joylarni faqat bitta narsa ruxsat rosa maqtanib degan gap bo'lmasin man ilgarigi o'tgan qanaqa davrlar bo'lgan edi qanaqa yaxshi davrlar qaytsin yomonidan asrasin degan maqsadda o'sha o'tgan ustozlarimizni ruhi poki o'sha paytdagi narsalarni aslo maqtanchoqlik ko'rmayman mehribon hammalarga rahmat uyimga kelib bo'lsa shunchalik tavob qildinglar hayotinglar mana shu gulladek ochilib tursin mana bu ustozlardek yuzlarga kirib yuringlar bizni hozir yuzga kirgan san'atkorlarimiz yo'q Barizga shukur umringiz uzun bo'lsin mehribonim doim baxtimizga savob bo'ling har doim el ardog'ida bo'ling to'g'risini aytaman qo'shmayman hech qanaqa qo'shimcha gap kuni kecha Karim Mirhodiev ustoz bilan suhbat qildim hech kimga suhbat bermagan ekanlar zarnigor dedi balki dedi omadli qizsizdir dedi balki dedi bir dedi Allohga yoqqan tarafingiz bordir dedi sizga qattiq bilmay dedi telefonda xo'p deb qo'ydim dedilar va dedilar keldim deb telefon qilganingizdan keyin darsimni beliga tepdi bu qiz endi ko'rishmaganmiz hali telefonda muloqot qilib turamiz deb dedilar juda dedilar anaqa qilib chiqdim yoqmasdan chiqdim dedilar mana keldingiz o'tirdik suhbat qildik maza qildim shunaqa anaqa qilib ko'nglim ochildi
va o'sha nima deydilar, ichimdagi narsalar chiqib ketdi. Shunda men ulardan so'raganda, o'sha eng yaxshi aktrisalardan, aktyorlardan deganda, birinchisi sanaladi. Va hurmat qiladiganlar deb sanab o'tib ketdilar. Keyin men aytdim, hech narsa qilmayapti. Shu sapamni uylariga borish, shu masalalar umumiy qo'yib desam, agar siz ulardan suhbat olsangiz, eng baxtli jurnalist bo'lasiz dedilar menga. Kim? Shu Karim aka aytdilar shu gapni. Xuddi shunaqa. Agar sizni agar haqiqatan shulardan olsangiz dedilar, haqiqatan baxtli nima bo'lasiz. Sababi dedilar, hammaga ham nasib qilmaydi dedilar. Shuning uchun ming rahmat mehribon. Har kuni so'rashadi. Ishonasizmi? Boringiz ishqilib. Kecha shunaqa ahvolim yomon edi, shunaqa o'lib qolaman dedim. O'zdan o'zim. Mandachi javobgarlik hissi nima? Bor. Birdan davletim ko'tarib tushib ketdi, ahvolim yo'q. Yo'q, aytmay qilib. Voy opa, bo'ldi endi kelmang. Aytdingiz, bermayman siz, bermayman deb. Ko'zam bor narsada mehribonim, sizga ko'zam tegadi. Men shu teatrlarga borasiz, boshqaga borasiz. Men sizni aniq qilish uchun aytmayman. Buni bir qanaqadir sizni ko'nglingizni ko'tarish uchun yoki bir sizga yaxshi ko'rinish uchun emas, haqiqatan yoshingizga nisbatan ko'z tegmas. Avvalambor Alloh o'zi asrasin, juda yosh ko'rinasiz. Bir va haqiqatan tabiiy go'zal o'zbek ayolisiz. Hozir qarigan kampirlarimizni ham kechirasiz, ko'rib turibmiz. Ana botoks-motoksda bir nimalarini tortib nimadirlar. Siz shunda boringizcha go'zalsiz. Mehribon, mana shu ko'z tegadi sizga. Asal shuni berasiz. Mayli. To'g'ri kamiga ancha ko'p. Yo'q, men o'zim chiroyli qilib beraman buni. Sizga keyin buni alohida videosini chiroyli qilib yuboraman. Buni ko'rasiz. Sarningorim ma'qul keldi deganingizdan keyin men beraman. Asal. Hech qachon sizni norozi qilib ish qilmayman. O'tang hozirni Yo'q, mehribonim. Mana bu yigitlarimni soat 2 da tadbiri bor. Shuni yuborishim kerak. Men o'zim mashinamda olib kelganman yigitlarni, operatorlarimni. Ular tadbirga borishadi. Sizni o'zingiz men uchun ham choy, ham duo. Mana shu duo qildingiz-ku, sizni duoingiz o'z men uchun eng katta narsa. Hozir men yigitlarimga aytdim, siz bitta chiroyli qilib rasmga bersangiz, maqola qilib beramiz. Maqola qayta nega men unaqa dedim? To'g'risini aytaman. Mana shu davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev bo'lganlaridan keyin 2000 biz hisob bo'ldik dedilar. Muhammad Aziz ustozi bitta chiroyli qilib rasmga berasan, xo'p maqola uchun. Kelganlaridan keyin Yangi O'zbekiston, o'zi bor. Gazetasini chop qildilar. Yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekiston yarataman. Maqola berdim. Rahmat sizga.